Men hozirgacha o'zimni bakli bo'sh qo'yibdiman. Men qo'limga bir kitobni olsam, uni nari biri varaqlab qo'yibla, yana yepib qo'yibdiman. Men azaldan aram olishdan ilgari bu bir kun ichida erishgan ham yo'qotganlarim ustida qaytadan o'ylanib boqmabdiman. O'tib ketgan bir kundagi so'z harakatim ustida qaytadan o'ylanib chiqqan bo'lsam, atisi uningdan saboq olib, texmi olg'a ilgirlagan bo'lardim. Lekin menda azaldan mundaq jasorat bo'lib boqmabdi. Muvaffaqiyat va qandaq muvaffaqiyat qozonish haqiqati azaldan mening oldimda o'zini pinhon tutgan emas ekan. Faqat men turmush alashlikida bo'lib ketib, ularni farq etolmabdiman. Har kuni kech bo'lganda herib halimdan ketaman. Mening o'tgan kunlarimga soya tashlagan har qanday bir xatolik, mag'lubiyat va ko'ngilsiz ishlarni tezla unutib ketaman. O'zimga tasalli berib, ati yangi bir kun boshlanadi. Turmush menga yaqinliqroq muomala qilar deyman. Xatolashibdiman. Men oxir aniq tunib yetdim. Men shuni tunib yetdimki, dunyoning o'zi bir bozor ekan. Hamma narsaning o'z narx-navosi bor ekan. Mayli men o'zimning vaqt, emgak va aql parastatim bilan nima setib olay, mayli mening setib olganim mol dunyo, rohat farog'at, shon shuhrat, samimiy sadoqatlik yoki bilim bo'lsin, men hammasida o'zimning qaroriga amal qilishim kerak ekan. Men kichik bolalarga o'xshash bir narsani olsam, yana birisini olmaganimga pushaymon qilsam bo'lmaydi. Hayotlikni hosil qilgan har kundagi ishlarni qaytarib bo'lmaydi ekan. Undaqda mening kelgusiga bo'lgan arzuyim, oqquzgan ter, singdirgan ajrim badaliga kelgan qimmati bor, mangulik narsa bo'lg'usi, birdan bir qilishga tegishli ish, har kuni uyquga asri bo'lishdan ilgari alohida bir mashq ilib berish. Men endi har kuni kechda bir kunlik ishlarimni qaytadan o'ylab chiqaman. Agar men har kuni o'zimdagi xatolik va nachar odatlarni topib chiqarsam, u chaqda meningdagi eng nachar narsalar bargan sari ozlaydi. Bu xil o'zi to'g'riliq qayta o'ylanishdan keyingi uyqu naqadar tatliq bo'ladi, ha? Tuvandagilar mening kallamda doim paydo bo'lib turadigan savollar. Bugun men qandaq ojizliklarni bayqadim? Qandaq hissiyotlarga qarshi tura oldim? Qandaq iziqtirishlarga taqobil tura oldim? Qandaq go'zal fazilatlarga erishdim? Teri qog'ozdagi mazmunlarni o'rganish orqali men har kundagi yangi turmushni plan bilan kutib oladigan bo'ldim. Buning bilan men o'rlaydigan cho'qida yo'l belgilari paydo bo'ldi. Hozir bir kun oxirlashganda men bosgan yo'limdagi ilgirlash va masalalarni inchiklik bilan o'ylab chiqaman. Men yaqinda yetishtirgan bu yaxshi odat menga bugungi ishlarni xotirlab mangadi. Atigi darsning tayyorligini qildi. Men endi har kuni kechda bir kunlik ishlarimni qaytadan o'ylab chiqaman. Men kechda shamni o'chirishdan ilgari mushu bir kundagi barliq so'z harakatlarimni qaytadan o'ylab chiqaman. Har qanday bir narsaning tushib qolishiga yo'l qo'ymayman. Mening o'zimni ogohlantirish, o'zimni afu qilish huquqim bor yerda xatoliklarimni bayqashdan nimish qo'rqaman? Men biror qatamliq munozirada qattiqroq gap qilib qo'yishim mumkin. Mening ko'z qarashlarim quloqqa yoqmasligi, qo'llashga erisholmasligi mumkin. Bilishimiz kerakki, har qancha yo'lliq bo'lgan taqdirdami, haqiqatni ko'rganli yerda so'zlab yurgili bo'lmaydi. Men o'zimning og'zini yaxshi boshqarishim, ahmoqlar bilan munozara qilib, avara bo'lmasligim kerak. Men toza ko'ngildagidek qilib ketolmadim, lekin bu xil ishga odatda ahamiyat berilmaydi. Kishilar odatda tajribani ahmoqlik va qayg'u alam bilan tang o'ringa qo'yadi. Bu butunlay xato. Agar men tajribalardan saboq olishni xohlasam, hamda shunday qilsam, u chog'da bugungi tajriba saboqlar atigi go'zal turmushga asos bo'ladi. Men endi har kuni kechda bir kunlik ishlarimni o'ylab chiqaman. O'zimning ish harakatlarim ustida qayta o'ylanay. Men o'zimga eng cho'ng dushmanimga o'xshash nazarda tashlaganimda, o'zimning eng yaxshi do'sti bo'la olmayman. Ishni hozirla boshlayman. Mushu minutning o'zida o'zim arzu qilgandek odamga aylanaman. Tun pardasi yepilaverdi. Lekin bir kunlik ishni butunlay qaytadan o'ylab chiqmoqcha ko'zlarimga uyqu yo'lamaydi. Qilishga tegishli qaysi ishni qila olmadim? Qaysi ishni texim yaxshi qilishim kerak edi? Turmushdagi texi bayqalmagan eng zo'r xushalliq har qanday ish qilganda o'zining iqtidorini eng yuqori chekda joriy qildirishdan keladi. Bu chaqda odamda alohida bir xil rozimanlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Bu bir odam o'zining qilgan ishiga nazar solib, ishlarining ko'ngildagidek nihoyat chiroyli, to'g'ri o'rinlashganligini ko'rganda paydo bo'ladigan faxrlanish tuyg'usi. Xizmatda beparvo, chechilanqu, so'ralma, bo'shan odamlarda mundaq bo'lmaydi. Mukammallikni qo'g'lashadigan mushundaq angla har qanday xizmatni san'atga aylantira oladi.
Eng kichik ishni voyaga yetkazib qilsa, o'xshashla mo'jiza yaratqili bo'ladi. Atiki muvaffaqiyat bugungi natijadan eshib tushadi. O'zgarish, o'z-o'zini tekshirish, qayta o'ylanishdan keladi. Har bir odam kundan kunga aql tepib mengish kerak. Men endi har kuni kechda bir kunlik ishlarimni qaytadan o'ylab chiqaman. Ilgari mening ko'nglim sovugan chog'lar bo'lganmi? Tong saharni kutib olganda menda nishonga nisbatan gumon bo'lganmi? Men oldimga uchirgan har qanday odamga yaxshi muomala qildimmi? Men texmi olg'a ilgarilashga urinib baxdimmi? Men fursatga bo'lgan sezgirligimni saqlay oldimmi? Men har qanday masalada yaxshi tarafini izladimmi? Men nafrat va o'chmanliklarga tabassum bilan qaray oldimmi? Men zehnimni bir nishonga qarata oldimmi? Har kuni mushunda qayta o'ylanib turishdanmi yaxshi ish bormi? U meni texmi faxrlantiradi va qanoatlantiradi. Kun o'tirganda mening bir kunim texi oxirlashmagan bo'ladi. Men qiladigan yana bir ish bor. Men endi har kuni kechda bir kunlik ishlarimni qaytadan o'ylab chiqaman. Og Mandinoning dunyodagi eng ulug' mal sotuvchi nomli kitobidan ilindi. Munarjon To'xtaxun tarjimasi. 2003 yili 3-oy nashri. 298-betdan 302-betlargacha.